Bizada ijtimoiy tarmoqlarda, Instagram hamda YouTube tarmoqlarida negativ fikrlar juda ham ko'p. Mana to'g'ridan to'g'ri yurtdoshimiz bilan suhbat olib boramiz. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Qanday? Qayerga yo'l oldingiz? Moskvaga? Moskvaga bizani avtobusimizdan oldindan foydalanganmisiz? Yo'q, birinchi marta. Birinchisi, sharoitlar haqida yurtdoshlarimizga ozgina fikringiz. Sharoiti mana yaxshi, hamma narsa условия bor. Hozircha endi. Bizani avtobuslarimizni boshqa yurtdoshlarimizga ham tavsiya qilasizmi? Ha, tavsiya qilamiz. Mana avtovokzaldan kelib bilet olsin. Demak, siz kassani o'zidan qanchaga oldingiz biletni? 850 ming. Mana Toshkent avtovokzalga kelgan holatda yurtdoshlarimiz ham 9-10 kassadan biletlarni xarid qilib, avtobusimizga joylashib oldilar. O'z manzillariga yo'l oladilar. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin aka, yaxshi yetib oling. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun podpiska bo'ling hamda yurtdoshlarimizga ham videolarimizni ulashib qo'yishni unutmanglar. Telefon nomer ham qoldiramiz. Shu telefon nomerlarga qo'ng'iroq qilinglar. Batafsil ma'lumotni sizlarga berib o'tamiz.